Eslatib o'tamiz, siz Nurafshon TV telekanalida Fursat informatsion dasturini tomosha qilyapsiz. Hozirgi lavhamiz Toshkent viloyati qo'riqlash boshqarmasi axborot xizmati tomonidan taqdim etilgan. Ma'lum bo'lishicha, xodimlarning hushyorligi tufayli suvda cho'kayotgan ayol qutqarib qolindi. Mavzuni hamkasbimiz O'rta-Chirchiq tumanidan davom ettiradi. O'rta-Chirchiq tumani hududida joylashgan qo'riqlash xizmati qo'riqlovidagi suv ombori obyektida favqulodda holatning oldi olindi. Mazkur obyektning ikkinchi postida xizmat olib borayotgan O'rta-Chirchiq tumani qo'riqlash xizmati xodimlari xizmat vazifasini yuqori darajadagi sergaklik bilan bajarayotgan vaqtida taqiqlangan hudud tomon yo'nalgan noma'lum ayolni uzoqni ko'ruvchi maxsus kuzatuv qurilmasi orqali payqab qolishdi. Kuzatuv davomida ayolning o'z joniga qasd qilish maqsadida suv omboriga yaqinlashayotgani aniqlangach, xodimlar zudlik bilan Toshkent viloyati qo'riqlash xizmati navbatchilik qismiga radio aloqa orqali xabar berib, hodisa joyiga shoshilishdi. Biroq ayol xodimlar yetib borguniga qadar o'zini suvga tashlashga ulgurgan. Shunga qaramasdan qo'riqlash xizmati xodimlarining yuqori kasbiy tayyorgarligi, tezkorligi va qat'iy harakatlari natijasida ayol qisqa vaqt ichida suvdan qutqarib qolindi va dastlabki yordam ko'rsatildi. Shundan so'ng zudlik bilan tez tibbiy yordam xizmati chaqirilib, fuqaro malakali tibbiy ko'rik va davolanish uchun Nurafshon shahar tez tibbiy yordam markaziga olib ketildi. O'rta-Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan o'tkazilgan dastlabki surishtiruvlar davomida fuqaroning shaxsi aniqlanib, hozirgi vaqtda mazkur holatning kelib chiqish sabablari va barcha holatlarga huquqiy baho berish maqsadida O'rta-Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.